Oltin qoshiq. Li Sinchon qayerda? Li Sinchon qani? Qanchalik badavlat bo'lishi mumkinligidan qat'iy nazar hech qachon bunday qilmagan bo'lardim va hech qachon bunday qilmayman ham. Dunyodagi hamma narsadan ham ota-onamni yaxshi ko'raman. Ularni hech qachon hech kimga almashtirmayman. Kulgimni qistatma. Qashshoq ota-ona ham meni qoniqtiradi deyishing 200lamachilik. Tasavvur qil, meni o'rnimda bo'lib qolding. Uyimni ko'rgansan-ku, hashamatli uy. Pullar hammasi seniki bo'lardi. Baribir yo'q dermiding? Nima deyishingni farqi yo'q. Men hech qachon ota-onamni almashtirmayman. Toyon, pul hamma narsa degan emas. Seni ota-onangni ko'rishga ko'zim yo'q. Bunday bemehr ota-ona bilan yashagandan ko'ra qashshoq o'lganim ma'qul. Javobim shu. Sinchon. Ishlar yomon. Bu dadangga aloqador. Alo? Nima? Nega dadam jonlantirish bo'limiga tushadi? Bo'ldi, ketyapman. Nima bo'pti? Gapirsang-chi. Yo'ldan qoch. Otasi jiddiy jarohatlanibdi. Sinchon, meni kutib tur. Dada. Yo'q, dada. O'g'lim mendan uyalishini xohlamayman. Meni bu yerda ko'rganingni Sinchonga aytmasang degandim, xo'pmi? Suratlarim komiksga aylanibdi. Mana qaranglar. Mana. Qoyil, dadasiz juda zo'rsiz. Men zo'rman. Siz eng zo'risiz. Eng zo'ri. Tug'ilgan kuning bilan. Tug'ilgan kuning bilan. Tug'ilgan kuning bilan o'g'lim. Tug'ilgan kuning bilan. Dada. Mungi. Jin ursan. Taksi! Janob! Sinchon. Dada. Har qanday tanlovning o'z bahosi bo'ladi. Xatni juda kech olmaysan degan umiddaman. Senga omad tilayman. U juda ham g'alati ayol ekan.
uzmedia.tv O'zbekistondagi birinchi raqamli media portal. Hoy, menga yana ichkilik olib kel. Senga aytyapman, ichkilik olib kel. Dada, bas qiling endi. La'nati! Menga gap qaytarishga qanday jur'at qilyapsan? Bu yoqqa kel. Yaramas qiz. Oying qanday ahvolda tashlab ketganini ko'ryapsanmi? Yo'q. Sen ham o'shaning qizisan. O'lgin kelyaptimi? Bugun seni o'ldiraman. La'nati qiz. Qani to'xta. Hoy, bu yoqqa kel, chonara. Qayt dedim. Bu yoqqa kel. Sen kichkina yaramas. Qaytsang o'ldiraman. Tushundingmi meni? Qani, hoy buni qara. Bu oltin qoshiq seni badavlat odamga aylantiradi. Bu oltin qoshiq seni badavlat odamga aylantiradi. Oltin qoshiqni sotib ol. Ota-onangni almashtirib badavlat bo'lmoqchimisan? Nega uyingda emas, bu yerda ovqatlanyapsan? Xo'jayinimiz buni yoqtirmaydi. Bas qiling. Nara, xohlagan payting ovqatlanishga kelaver. Nara, buncha jirkanch bo'lmasang. Yujin? Hoy. Bu menga yoqmadi. Boshqatdan suzib kel. Xo'p. Nara. Ketishingdan oldin ovqat yeb olishing kerak. Baribir uyingda yeydigan hech narsa yo'q-ku. Пожалуйста, спасите его. Мне больше не нужна эта ложка. Ты не пожалеешь об этом? Ты мне нравишься, Сынчон. У меня такой же. Уверена, что он твой? Я дам свою жизнь в качестве залога. Ты не можешь сейчас умереть. Так это был ты. Как ты можешь? Дождись меня. Я вернусь со 100 миллиардами вон. Вы арестованы за убийство.